أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب سجود السهو. قال: سجود السهو واجب. سجود السهو واجب degan bu hozir sajda sahvniki hukmi bilan o'tkazilib ketdi. Sajda sahvi nimadan iborat? Namozning oxirida 2 qatim sajda qilishdan iborat. Sujud sahvi vacibun. Bu İmam Abu Hanife rahmetullahi alayhining qarashi va Hanifi mazhabda hisoblangan qarash. İmam Malik mu agar namozdagi nuqsonlik sababidan sajda qilgan bo'lsa vojib deb qo'ygan. Birashni ortiq qilgan bo'lsa sunnat deb qo'ygan. İmam Ahmad ziyoda bo'lsin, nuqson bo'lsin, İmam Abu Hanifaga o'xshash vojib deb qo'ygan. Boshqalar sunnat deb qo'ygan. Va qala ba'duhum sunnah. Ba'duhumning ichida Imam Shafi'i mubah. Hanifi mazhabga ba'zi ma'lum bor. Wal awwalu asah. Hanifi mazhabda shu vojib degan qarash shu sahihrak. Yani İmam Abu Hanife'nin kilishi şeyiz yo'lidan kelgan, dalil jihatdan bo'lsin, rivoyat jihatdan bo'lsin sahihrak. Sunnat degan qarashmi? Bu mu sahih? Yani asah deganga diqqat qilsanglar, asah degan muqobili sahih degan bo'ldi. Agar sahih deb qolsa, muqobili baklam ojiz ya fasid degan bo'ldi. Li'annahu shuri'a li naqsin tamakkana fi as-salah. Chunki sajda sahvi namozdagi bir kamlik, namozda bo'lib qolgan bir kamlikni to'liqlash uchun, shuni tuzatish uchun yo'l qo'yilgan. Va raf'uhu vajibun. Endi shu kamlikni biz tuzatishimiz, to'liqlatishimiz vojibdir. Undan ekan, shu vojibni chiqaradigan mush ishni qilish vojib. Kullu ma yuaddi ila al-wajibi fa huwa wajib degan qoida bo'yicha. Undan ekan sajda sahvi yo'l qo'yilish sababi namozdagi egizbaslikni ya kamlikni to'liqlash uchun deymiz. Bunda bo'lganki hozir ma kitobninki ba'zi bablarni mana tizishga diqqat qilsanglar, qado salovat deb bab bo'ldimi? Yani namozni qazo qilish to'g'riliq to'xtaldi. Undan keyin nafl namoz to'g'riliq to'xtaldi. Bunda qarasanglar, qazo namozmi burun qolgan bir bo'shliqni to'ldirish, nafl namozmi xuddi bir tarafda deb aytsak, ba'zi ulamolar degandek farz namozlardagi qusur, kamlikni to'liqlaydigan roli bor degandek, ammo sajda sahvmi o'sha farz namozlardagi bir egizbasliklarni tuzlaydigan, kamlikni to'liqlaydigan degandek bo'lg'achqa, bunda qarasak hammasi javobir lis-salavatil mafruda degan ma'noda. Wala yajibu illa bi tarkil wajibi duna sunnah. Sajda sahvi qachon vojib bo'lsa, vojibni tark qilib qolsa, sajda sahvi vojib bo'ldi. Lekin sunnatni tark qilib qolsa, sajda sahvi vojib bo'lmaydi. Endi vojibni tark qilish bilan vojib bo'ldi degan vojib bo'lishning sabablarining birisi. Bundan boshqa sabablar bor. Bundan boshqa ishlar bo'lib qolsa, sajda sahvi vojib bo'lishlar bor. Bu biri. Endi va vajaba nazran lil ma'duri bis-sahv. Sahvallik qilib, uzrlik bo'lib qolgan kishi diqqatsizlikdir, sahvallikdir. Ashunda bir vojibni qilolmay qolgan va boshqa sajda vojib bo'lgan ishlarni qilgan kishining uzrlik holatini ko'zda tutgan holatda sajda sahvi yo'l qo'yilgan. Endi uzrlik degandikilar bu kamchilik taraf qilgan bir ishqa qasdlik yo'q. Undan keyin buni ma'zur ko'rib, uning ahvoliga rioya qilib ko'zda tutib sajda sahvi yo'l qo'yildi. Sajda sahvi vojib bo'ldi. La lil mutaammidi. Lekin qasdlik bilan qilgan kishi, qasdlik bilan bir vojibni tark qilgan kishi bu qasdlik o'g'ashqa gunohkor bo'ldi-ku. Qasdlik bilan qilgan kishiga sajda sahvi qilish kelmaydi. Unda kamchilik berilmaydi unga. Agar sunnat ezgir qilsa, ana bu sunnat amalga vojib tark etishlar vojib bo'ldi. Sunnat ezgir qilsa, sunnat tark etilsa-mi? Sunnat tark etilsa sajda sahvi qilmaydi. Bo'ldi, ketdi. Namoz bo'laveradi. Sunnat namoziga vojib. Ha, shu sunnat namoziga vojib tark etilsa-mi? Sajda sahvi. Yani aj namozda hozir
talab qilingandek biz tuzilamiz, sizni so'qini qilib o'tmoqchi. Yani bazı ulamalar bazı meselede ihtilaflaşıp qoladi. Mesela maishni tark qilib qolsa ya maishni takrar qilib qolsa seysa vacib bo'ladi, bo'lmamdi deb talashlar qildi. Bu talashlar asla berib taqildi. Ash ish vaciblikda sunnatlikda agar ashun beksa vacib desa mush qarashga asosan seysa vacib bo'ladi. Yo'q vacib emas sunnat deydiganlar bor ba'zisini. Unda deb qolsa seysa vacib bo'lmaydi. Bundan keyin bir ishninki hukmida sunnat yo vacibdan ixtiloflashib qolgan bo'lsa, shuning asosan undan maishni tark qilsa yo takrar qilib qolsa seysa vacib bo'ladi degan masalada ixtiloflashib qoladi. Qala va yasjudu lahu ba'da as-salam. Hozir Hanafiy mazhabda seydsahni qachonda qiladi degan masalada to'xtaldi. Seydsahni salomdan keyin qiladi dedi. Yani salomdan keyin tashahhudni o'qib bo'ldik, shunama o'tirib bo'ldik oxirgi o'tirishni. Ondan durud o'qilgan chaqda Allohumma salli ala Muhammad, durud o'qilgan chaqda, durud kelgan chaqda salom berdi. Ikki salom beramdi, bir salom beramdi bu keldi. Lekin salom berdimi? Salom bergandan keyin masalan Hazratda o'ng tarafga bir qatorlam salom bersa, afzal degan qarashim bor. Salom bergandan keyin ikki sajda qilib o'tdi. Yani mush ikki sajda qilish vojibdi. Shunama sahva mushu sahva oldida o'qigan tashahhudning hukmini bekor qilib o'tdi deydi. Biz bir qatim tashahhud o'qidik. Tashahhud o'qib assalomu alaykum va rahmatulloh deb Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar chiqsaydi qilyaptimi? Hozir tashahhud o'qimagan attayatda o'tirishga qaytdik deydi. Endi tashahhud o'qiymiz, ikkinchi qatim tashahhud o'qiymiz. Endi salatul ibrohimiya duoni qilamiz. Ondan salom beramiz demoqchi. Mana va yasjudu lahu ba'da as-salam sajdatayn thumma yatashahhadu thaniyan degan gap bor. İkinci qatim tashahhud aytdi. Undan keyin mazhabda tashahhud aytdi, ikki qatim bo'ldi. Va yusallimu andan ikki tarafiga salom berdi. Qala sallallohu alayhi vasallam li kulli sahvin sajdatan ba'da as-salam. Har bir sahvalik uchun salomdan keyin ikki sajda qilish bor dedi. Bu hozir yani mazhabning sahvini salomdan keyin qilamiz degan dalillarining birisi. Bu bir dalil. Lekin bu hadis ojiz. Aciz olganken bunu bir tarafga qarab qo'yib tursak, bunun sahih hali ko'p dalillar bor. Ashi yetarli ekan. Mana Aqidulloh sahih dalil keldi. Wa rawa Imron ibn Husayn radhiyallohu anhuma wa jama'atun min as-sahabati radhiyallohu anhum annahu sallallahu alayhi wasallam sajada sajdatay sahwi ba'da salam. Sahvni salomdan keyin berganlik haqida xili jiq sahobalardan sayyidlar kelgan. Mesela batni asli qarasanlar Imron ibn Husayn radhiyallohu anhu'ning Sahih Muslimda va Imom Ahmad Musnadda rivoyat qildi. Abu Hurayradan muttafaqun alayhi hadis keldi. Ibn Mas'uddan muttafaqun alayhi hadis keldi. Yana hadisi Zilyadaynning Imom Ahmad Musnadida keldi. Ibn Umardan Abu Davud va Ibn Majahda keldi. Ular jiq dalillar keldi. Ularga ojiz hadisni mana qo'yib qo'ylar, va sahih muttafaqun alayhi hadislar mushu hisob. Ve yasudlahu ba'da salam. Salamdan keyin degan qarash Abu Hanifaning qarashi bo'lib, Abu Hanifa salamdan keyin berdiganligiga Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuninki Buxoriy va Muslimniki o'sha hadisiga tayangan. Ana Imom Malik rahmatullohi alayh agar savallik bir narsani ortiq qilib qo'yish bilan bo'lsa, salamdan keyin sajda qiladi. Agar kam qilib qo'yganlikdan sajda qilmoqchi bo'lsa, salomdan burun qildi degan. Bu Zulyadaynning hadisiga tayangan. Imom Ahmad har bir hadisni sahvallikni chiqib bo'lib, osh voqealikda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam salomdan ilgari va keyin unda sajda qilgan hol bo'lgan. Anikan har bir voqealikda qanda sahvallik uchun sajda qilgan bo'lsa, manda sahvallikda salomdan burun, manda sahallik salomdan keyin, yana mandag'i salomdan burun, yana mandag'i salomdan keyin deb kelgan bo'yicha amal qilamiz degan Imom Ahmad. Masalan, shak qilib qolsa, shakni tashlab, keskin bo'lgan eng az sonni hisoblaganimizda Abu Sa'id al-Khudriyning hadisiga tayanamiz, shu bo'yicha amal qilamiz. Undan keyin salomdan burun sajda qilamiz degan. Ham shak qilib qolsa, shakni tashlab o'tib, o'zimda
tekshirib bakab, o'ylanib bakab, g'olib zannolar nima qilgan bo'lib qolsa, salomdan keyin sajda qilmas. Va Ibn Mas'udning Hanafi mazhab tutgan bo'yicha Ibn Mas'udning hadisiga tayangan degan. Imom Shafiy rahmatullohi alayhi Ayyubna alal yaqin degandek mazmunlarda kelgan hadisda salomdan ilgari sajda qildi deb kelgan bo'lg'achqa, savallik bir narsani ortiq qo'yish, kam qilib qo'yish qanday bo'lsin qat'i nazar salomdan burun sajda qildi degan. Davom ekan Hanafi mazhab salomdan keyin, Shafiy mazhab salomdan burun. Ikkisini o'tirda Hanbali mazhab bilan Maliki mazhab mundasunda degan. Asas so'z qilib qarashlaydi. Salomdan keyin sajda qildi degan rivoyatlarni hadislarda kelgan. Summa qila yusallimu taslimatayn. Yusallimu taslimatayn degan sajda sahviga bormoqchi bo'lsa, ikki salom berdi. Assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar deb tashahhud o'tirdi. Va qila taslimatan wahida. Yani bir qarashda bir salom berdi va wal ahsan. Va wal ahsan degani bir salom berib, ya'ni saysaha qilmoqchadi. Tashahhud o'tadi. Abduhu va rasuluhu deb to'xtagandan keyin assalomu alaykum va rahmatulloh deb Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar, Allohu akbar. Undan tashahhud o'qib, salat ibrohimiyani o'qib, duo qilib, undan salom berib salom beramiz. Va wal ahsan. Nima uchun shu bir tarafiga salom berish ahsan bo'ldi? Ya xuddi to'liq namozdan chiqayotgandek bo'lmas uchun deyish mumkin. Lekin hadislarda bir salom berib degan ahvol keldimi, kelmadimi bu bir gap. Shu bir salom berish shu afzal desa, shuni biz jamoat namozi o'qigan chaqda ulgurmay qolgan bo'lsak, imom salom bergan chaqda o'rnimizdan turib to'xtaymiz. Qachon turimiz o'rnimizdan? Imom ikki salom bergandan keyin bir salom bergandan keyin ikki salomni berib bo'lgandan keyin turmizda. Nima uchun? Chunki bir salom berib sajdaga ketishi mumkin. Undan esa imom ixtiloqiy holatda imom sajdaga qilsa ergashmagandek bo'lib qolsa, shunga bir salom berib bo'lgandan keyin saqlab turib, ikkinchi assalomu alaykum va rahmatulloh deyishgan qo'psang, imom sajdami yo'q, butun ishni tugatib qo'ygan bo'ldi. Agar unda qilmagan taqdirda bu masbuq, ya'ni namozni ulgurmagan kishi imom assalomu alaykum va rahmatulloh deyish bilan quvib ketdi. O'rtudimi? İmam ve başka cemaatler secde sahvega bordi. Tamam. İmam bilan jamoat secde sahvida bu kishi o'rtug'an holat bo'lib qoldi. Nima fala taxtalifu, fala taxtalifu alayhi degan gap chiqargan gap. Nolki ikki salom berib bo'lgandan keyin, undan keyin o'rnidan turish yaxshi. Endi ikki salom berdi, yoki bir salom berdi deydi. Summa yukabbir, Allohu akbar deb ve yakhiru sajida secdege tushdi ve yusabbih tasbih etdi, thumma yarfa'u ra'sahu ve yef'alu zalika thani. Chiqatan secde qildi. Thumma yatashahhadu ve ya'ti bid-du'a. Anna tashahhud o'qib undan keyin duo qildi, ya'ni salatul ibrohimiyani o'qiydi, endi duo qildi. Li'anna mawdi'ad du'a'i axiru salat. Chunki duoning o'rni namozning oxiri. Va hada axiruha. Endi musho namozning oxiri bo'lgandan keyin duo qilgan joy shu. قال ويجب إذا زاد في صلاته فعلا من جنسها. ما هو سيسهنن واجب olan ikinci o'rin. Bayatın bir vacibni tark etsa degan zaman, hozir yana vacib olan o'rinda birsa namozdagi harakatdan birasini, namozning jinsini bo'lgan bir ishni ortiq qo'ygan ahvoldimi vacib bo'ladi. Masalan, kaziyadatu ruku'in aw sujudin aw qu'ud. Ruku, secde yoki tashahhudda o'tirish. Bunda ishlar asli namozdagi bor faoliyat. Namozning jinsi. Lekin shuni ortiq qo'ysa, masalan, ikki sajda qilib, ikkinchi sajdadan keyin yana bir sajda qilib sotdi. Uchinchi sajda deydilar. Yoki masalan imom tashahhudda o'tirib, Allohu akbar desa, men tak bir sajda qildim-ku, ama ikkinchi sajdaga Allohu akbar dedi deb bu sajdaga berib qoldi. Masalan, bunda bir ahvol bo'lib qolsa, secde vacib bo'ladi. Li'annahu la yakhlu an tarki vacibin aw ta'khirihi an mahallihi. Chunki ashunda bir narsa ortiq qo'ysa, ya vacibni tark etish kelib chiqadi, yoki o'z o'rnidan kechiktirib kelib chiqadi. Va dalika mujibun lis-sahv. Bularning hammasi secde vacib qiladi. Li'annahu sallallohu alayhi vasallam qama ila al-khamisati fasubbiha bihi fa'ada va sajada lis-sahw. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 5. rekatga turib ketibdilar. Boshqalar tanbih bergandan keyin qaytib secde qilgan.
4-chi rakat tashahhudga qaytib, undan keyin oxirida sajda qilgan dedi. Tashahhudning javobgarligi qanday bo'ladi? Tashahhudning bekovlab ketilganligiga Hanifi mazhab aqliy dalil ko'rsatdi, naqliy dalil ko'rsatmadi. Yani o'sha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 5-chi turib ketgan voqealik Sahih Muslimda va Sahih Buxoriyda kelgan rivoyat ekan. Yani 5-chisiga turib ketgan ahvolda namozning ichida qiyomdan bir ortiq qilgan bo'ldi-ku, namozning jinsidan bir ortiq qilgan bo'ldi demoqchi. Qala aw jahara al-imam fima yukhafatu bihi aw akkasa. Mavu saysa vacib bo'lgan 3-o'rin. Aslida jahriy namozlarda jahriy o'qish, sirli namozlarda sirli o'qish sunnatda. Lekin ma o'rinda Hanifi mazhab imomning haqqida vojib dedi. Imomning haqqida jahriy namoz jahriy o'qish vojib. Undan keyin imom jahriy namozni ichida o'qisa, ya aksi o'qisa vojibni tark qilgan bo'ldi. لأن الجهر والمخافتة واجب في موضعهما في حق الإمام. لكن أكسق قوسا سيسا واجب له. والمعتبر في ذلك مقدار ما تجوز به الصلاة. أنا مش قنچلك مقدار دا ألوك أخباسا شدوك يغنمازنا. ياك أكسق قاسا سيسا واجب له دسا namaz jaiz bo'lgan faqra'u ma tayassara minhum degan miqdorda. Ana shu miqdor qanchalik? Imom Abu Hanifaning nazarida bir oyat, sahibaning nazarida 3 oyatda. Bundan keyin ishida o'qilgan namozda Imom Abu Hanifaning nazarida bir oyatni ulug' o'qib qolsa, saysa vojib bo'ladi. Sahibaninkida 3 oyat va undan jiq o'qisa, ulug' o'qib qolsa, undan vojib bo'ladi. Albatta unda jahriy namozlarda bir oyatni ulug' o'qish Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sunnatida bor. Kana yajharu bil aya aw al ayatayn ahyana. Nima uchun desa, sirli namozlarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Qur'on o'qidimi, yo qaysi surani o'qidi, yo qanchalik o'qidi, buni bildirib qo'yish uchun, yoki Qur'on o'qiydiganligini, tilovat qilinganligini jamoatga o'rgatish uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ba'zi bir oyatda ulug' o'qib qo'ydi. Bir ikki oyatni ulug' o'qib qo'ydi. Sirli namozlarda. Undan keyin o'rgatish uchun ayda o'qib qo'ysa, sunnatga dal uyg'un keladi, uni saysa kelmasi kerak. Yani sunnatni qilish bilan saysa va vojib bo'lib qolish yo'q-ku. Yani Rasululloh sollallohu alayhi vasallam sunnatiga ergishsa, tamomda jazo keladi degan bo'lmaydi-ku. Undan keyin ashunda maqsadda ayda o'qib qolsa, sunnatga muvofiq uni chatoq yo'q. Lekin unda o'tish maqsadi emas. Aslida ishimizda o'qib qo'ydigan namozni diqqatsizlikdan ulug' o'qib qolgan bo'lsa, ondan saysa vojib bo'ldi dedik. Ya asli qaysimi vojib bo'ldi? Ba'zanda peshinga turib, masalan, alhamdulillah robbil alamin deb ulug' o'qib qolgash bo'ldi. Keyin g'achsi bir oyat o'qib qolgan ekan, o'zini tuyishi mumkin yoki jamoat ifoda bildirsa, ishida o'qildi-ku. Shunday ahvollarda saysa vojib bo'ldi. Miqdar ma tajuz bihi as-salatu ala al-ikhtilaf. Yani imomning nazarida bir oyat, sahibaning nazarida 3 oyat. Lianna ma duna zalika qalil. Chunki uningdan tuvan bo'lsa, oz hisobdan. Masalan, alhamdulillah qatida ishida o'qishga boshlab oldingiz. Hammaning nazarida saysa vojib bo'lmaydi. Alhamdulillah robbil alamin deb lekin Ar-Rahman Rahimni ishida o'qishga boshlasa, Imom Abu Hanifa saysa vojib bo'ldi deydi. Sahiban alhamdulillah robbil alamin Ar-Rahmanir Rahim deganga qadar Malik yawmiddin deb qolsa, uni saysa deydi. La yumkin al-ihtiraz anhu. Undan saqlanib bo'lmaydi insonchilikda shunda ulug' o'qib qoldigan yoki shunday ulug' namozlarda ishda o'qib qoldigan ahvollar bor. Al-qalil ma'fuun anhu degan qoida bo'yicha. Qala wa la yalzamu li tarki dhikrin illa al-qira'ata wat-tashahhudayn wal-qunut wa takbirat al-eidayn. Hamda zikr, tasbih, duoga munosabatlik o'sha o'qildigan, og'izda deyiladigan duolardan, qiroatlardan faqatlam shu oyat o'qish, illa al-qira'a degani mishada qiraatul Fatihani ko'rsatadi va dammus sura masalan, mushuni ko'rsatadi.
Chunki bir oyat ya 3 oyat miqdori o'qish farz u. Rukni qo'shish, nima? Unda o'qimasa namoz bo'lmaydi. Seysav qilishlarmi, rusulmaydi. Ishada shu qiroat degani qiraatul Fatiha yoki Dammus surani vojib desak, shuni demoqchi. Va tashahhudayn, birinchi tashahhud va ikkinchi tashahhud duosi, qunut duosi, takbiratul aydayn, takbiratul aydayn degan ayit namoziga ziyoda 5-6 qatam bunda ziyoda tushiradigan takbirlar. Ashularni tashlab qo'ysa seysa vacip bo'ldi. Undan boshqa o'qilgan duo zikrlarni tashlab qo'ysa seysa vacip bo'lmaydi. Masalan, duo istiftahni tashlab qo'yibdi. Auzubillahi minash shaytonir rojimni tashlab qo'yibdi. Bismillahni tashlab qo'ysa vacip bo'lmaydi demakchi. Masalan, subhana robbiyal a'la, subhana robbiyal azimni demay qolsa masalan. Albatta, bu tasbihni vacip emas degan, ya'ni bu mavzuni qarshini tutsa, ya'ni bu mavzuda ba'zi ulamolar vacip degan ahol bulduğu. Bunun da seysa vacip buldu. Vacip demek seysa vacip olmaydı. Yani şu al-qiraat teşehhudeyni vel-qunut ve tekbiratul aydayn niçin ise? Çünkü bu vacip. Ve ma ada zalika min al-azkar ket-tekbirat ve't-tesbih sünnetun. Qala ve in qara'a fi'r-ruku'i ew al-qu'ud sajada lis-sahv. Rukuda turib ve teşehhud tutgan çağda Kur'an o'qisa seysa vacip buldu. Çünkü bu qiraatni o'zining joyida qilmay boshqa bir o'rinda qilib qo'ygan bo'ldi. Va in tashahhada fil qiyam va ruku'i la yasjud. Lekin qiyomda turgan chog'da tashahhud o'qib qolsa, seysa vojib bo'lmaydi. Nima uchun? Asli buningdimi? Işte joyida qilmay boshqa qilib qo'ygandan keyin vojib bo'lish kerak desa, yo'q. Va hada li anna al-qu'ud va ar-ruku' laysa mahall al-qira'a. Chunki qu'ud ruku' qiraat qiladigan joy emas. Al-qu'ud va ruku' Qur'on o'qiydigan joy emas. Fa kana taghyiran fayjib. Shunga uni joyini o'zgartirib o'tgandek bo'lib, seysa vojib bo'ldi. Val qiyamu mahallu sana. Qiyam degan, qiyam turgan vaqtimizda subhanakallohumma masalan, alhamdulillahi robbil alamin anda hamd sana aytilgan bir o'rin bo'lg'achqa, buning da tashahhudni o'qib qolsa jiq bir o'zgarish bo'lgandek bo'ladi. Fala yajib. Bunisiga tashahhud duosinimi Qur'onda surinib aytgandek o'tibdi deb keldi-ku. Ani Qur'on oyatlariga bir yaqinlashib qolgan bir zikr tasbih duo bo'lgan ekan, cho'ng o'zgarish bo'lmaydi. Va qila in bada fil qu'ud bit tashahhud thumma bil qira'ati fala sahwa alayh. Yani bir qarashda o'tgan chaqda tashahhud bilan boshlabdi at-tahiyatulillahi deb. Undan keyin aqldan Qur'on o'qish ketibdi. Bunda ulab qolsa seysa kelmaydi. Walau sallama sahiyan qabla at-tamami sajada lis-sahwi. Tashahhudni tamomlab bo'lmaylam, salom berib o'tib qolsa seysa vojib bo'ladi. Nima uchunsa? Chunki salom berish o'rin emas buni. Asli tashahhudni tamomlab bo'lib salom berishim kerak dedi. Qala va man saha marratayn aw akthara takfihi sajdatan. 2 qatam ya 3 qatam tavallik nech qatam sodir bo'lib qolsa, bir qatimliq sahva hisob bo'ladi. Ya'ni bir qatimliq sahva 2 sajda qildik-ku, shu hisob bo'ldi. Asasen bu umum ulamoning qarashidir shu. İmam Avzai 2 sahvalikdan qilsa 3 sajda, 3 sahvalik qilsa 6 sajda qilish lozim. Har bir sahvalikka 2 sajda. Onun çare yok. Mesela mal hatalarını sadır kılıp kaldım, mal sahvalık kılıp kaldım, sehsah kılışın gerektir. Yani sehsahın üzde hatalık kıldı ya, sehsahın üzde kılmadı, kanda kıldı, başka çare yok. Sehsah kılga vakti mesela sehsah kılıp, kaydı teşavvutlu kaydı kılıp, şu vaktindeki teşavvutlu hatalık kılıp, nasıl yani kaydı sehsah kılıp ya? Qayt seysa qildi. Nima uchun? Chunki birinchisi hisob bo'lmas, ikkinchisi hisobda. Hisob bo'lgan tashahhudda xatolik qilib qoldi. Ana xato qilganda 20 to'xtatib salom berib qoldi. To'liq qilmasa seysa vojib bo'ldi. Qala va idza sahal imamu fasajada sajada al-ma'mum va illa fala. Jamoatlar namoz o'qigan chog'da imom sahalik o'tkazdi. Sahalik o'tkazdi. Sahalik o'tkazgandan keyin seysa qildi. Seysa qilsa, keyingi jamoatni ayishib seysa qiladi. Gerçi keyingi jamoat bir sahalik o'tkazmagan bo'lsin. Va illa fala. Endi imom
Sağlık sayısı kılmay kaçtı. Kendiki cemaat mı kılmaydı? Yani imam unutup kapta biz kılıtılda kılıtığa şu. Tahqiqan lil muvafaka. O'xshash qilgan chaqda anda imom bilan jamoat namozi chipishlashidi. O'xshash bo'ladi. Va nafyan lil muxalafa. Bir-biriga o'xshamaslik qolmaydi. لقوله صلى الله عليه وسلم سجدتان بعد السلام تجزيان عن كل زيادة ونقصان. Salamdan keyin ikki sajda har qanday ortiq kamlikni to'liqlaydi degan hadisga asosan debdi. Bu ojiz hadis. Lekin sahih dalili buni Zulaydayn Imom Ahmad rivoyat qilgan Zulaydaynning hadisida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam 2 rakat o'qib bo'lib salom beribdi. Ondan Zulaydayn bilan paranglashdi. Bosh sahobadan gap so'radi, uni javob berdi. Demak, natijada en ahırda iki secdeden kıldı yani. Bir sahabelik secdesi hesabıda kıldı ama asli bu namazda neçe sahabelik boğandık, neçe artık naz boğandık, iş boğandık. Daha diken bir neçe sahabelikke bir sahabe kifayet diyen kıraş şu doğru. قال وإذا سهى الإمام فسجد سجد المأموم وإلا فلا تحقيقا للموافقة ونفيا للمخالفة وإن سهى المؤتم لا يسجدان. İmam sahvalik o'tkazmay, kendiki jamoat sahvalik o'tkazib qolsa, imommi, jamoatmi hech kim sajda qilmaydi. Wala ahaduma hech biri sahvalikni sodir qilgan ma'mummi sajda qilmaydi. Li'annahu law sajada al-mu'tammu faqad khalafa imamahu. Chunki keyin turgan jamoat sajda qilib qolsa, imomga xilof ish qilgan bo'ldi, imom sajda qilmagan. وإن سجد الإمام يؤدي إلى قلب الموضوع. İmam secde qilsa, kendiki savalik sodir qilgan jamoat secde qilmasa, bu ishni tartib qilgan bo'ldi. Qoida tartiblab qoldi. Tamam? Wa huwa tabi'iyatul imami al-ma'muma. İnma ju'ila al-imamu li yutamma bih. Ondan kendiki jamoat imomga ergishib, imomni do'rab ish qilish lozim. Hozir bu imam kendiki cemaatga ergishib chiqqandek bo'lib qoldi. Qala wal masbuq yasjudu mal imam. Masbuq degan namozga ulgurmagan kishi. Boshqalar uning oldiga kirib ketgan. Namozga ulgurmagan kishi, masalan, 4-rakatga ulgurdimi? Ulgurgan chaqda imom bir savolga o'tgan bo'lsa, 4-rakatda shu namozning oxiri bo'lgandan keyin shunda sajda qilyapti. Qilayotgandan keyin imom bilan birga sajda qildi. Lil muvafaqa o'xshash ergashish uchun imom bilan o'xshash namoz o'qishdan ergashdi. Summa yaqdi ma alayhi. Andan ulgurmagan 1-chi, 2-chi, 3-chi rakatni o'zi o'rnining tug'andan keyin to'liqlab o'qiydi. Shunami? Lekin to'liqlab o'qigan chaqda namozning oxirida sajda qilmaydi. İmam bilan bir qadam sajda qilyapti. Imomning savoliga imom bilan bir sajda qilyapti. Qilayotgandan keyin bu 1-chi, 2-chi, 3-chi rakatni to'liqlab o'qishga turgan chaqda, namozni oxirlash turgan chaqda imom qilgan savollik uchun sajda qilmaydi. Lekin o'zi shu to'liqlagan chaqda savollikdan birini sodir qilgan bo'lsa, mana walau saha fil qada yasjudu. O'zi bir savol qilgan bo'lsa, o'zi qo'pab o'qigan chaqda sajda qiladi. Li'annahu munfarid. Chunki yolg'iz o'qiyotgan holatda endi nima debdi? Walau sahal lahiqu fil qada. Lahiq degan masbuqdan farqli. Lahiq degan namozni imom bilan birga boshlagan kishi. 1-rakatga quloq qilishni ulgurgan deydi. 1-rakatga ulgurgan imom bilan birga namozni boshlagan. Lekin oraliqda ya uxlab qolib, ya tartibni ketib berib tartib tildi-ku. Tartib kirish jarayonida 1 rakat uxlab qilish jarayonida ya tartib kirish jarayonida 1 rakat qatnashmaydi. Davomdan keyin bu ondan keyin yetishib olgan, bu yetishib olgan. Namozning beshida muhabbatda, oxirdan ba o'ttirda azroq namozga qatnashamay qolgan kishi. Yoki ba'zi ulamolar lahiqni muqim kishi musafir kishiga iqtido qilsa, musafir kishi 2 rakat o'qib salom berdi-ku, muqim ondan o'zi turib 2 rakat o'qiydi. Mushu kishini lahiq deymiz. Endi hozir shuni demoqchi. Walau sahal lahiq fil qada mana
lahiq mesela muqim musafirga iqtido qilib u ishkirga namoz o'qib bo'lgandan keyin salom bergandan keyin bu ishkirga o'qiyotdi. Mush ishkirga o'qiyotgan chaqda 3-4 rakatni o'qiyotgan chaqda sahvallik sodir qilsa, saysav qilmaydi. Hozir masbuq bilan farq shu. Masbuq to'liqlab o'qish turgan chaqda sahvallik sodir qilsa sajda qildi dedi. Lahiq sajda qilmaydi ekan. Nima uchun desa, masbuq yolg'izga hukmdikda imomda ayrilib bo'lgan. Ma lahiq hozir imomga iqtido qilib o'qiganda, imomning og'ir turganda holatda. Nima uchun desa, masbuq namoz quloq qoqqan chaqda qatnashmagan. Keyin kelgan. Ma lahiq degan boshdan tortib qatnashgan kishi. Ash qiraatmi? Ash mu'tamning hisobida bo'ldi. Bundan ekan, keyin o'rnidan turib o'qigan chaqda qiraat qilmaydi. O'zi savallik qilib qolsa-mu, saysav qilmaydi. Imomning og'ir turib savallik sodir qilganda qilamadi. كأنه خلف الإمام ولو سجد مع الإمام لا يعتد به mana mush ولو سجد degan kim musho lahiqa lahiq sajda qilmaydi dedi. Hamda imom bilan sajda qilib qolsa mush lahiq kishi masalan bir musafirga iqtido qildaylar yoki arliq tartibsiz ketgan kishi imom namozning oxirida savallik uchun sajda qilgan bo'lsa, bumi imom bilan o'qigandan keyin sajda qildi. Ana mush qilgan sajdasi hisob emas. La yu'taddu bihi li'annahu yaqdi awwala salatihi. Chunki bu namozining 5ini to'liqlab o'qiydigan kishi. Ya'ni bu hozir masbuq bilan farq bor dedi-ku. Masbuq imom bilan sajda qilgan bo'lsa, bo'ldi ketdi shtugida. O'zi xatolik sodir qilsa, sajda qildi bo'lmasa, shu yetarlik. Imom bilan o'qigan chaqdagi imomning sahvalligiga imom bilan qilgan sajdasi hisob dedi. Bu katta. Ana lahiqninki imom bilan o'qigan chaqda imom qilgan sahvalligiga sajda qilgan bo'lsa, bu birga qilgan bo'lsa, bu xuddi qilmagandek hisobda. Nolga tengkan. Nima uchun desa, li'annahu yaqdi awwala salatihi. Chunki bu namozning kimin to'liqlaydi deylar? Yaqdi avvala salati deyman. Bu kimin to'liqlaydi? Va yasjudu idza faraga. Namozdan to'liq o'qib bo'lgandan keyin ondan sajda qiladi. Imom bilan imomning xatoligiga qarta qilgan sajdasi hisob bo'lmaydi. Li'anna mahallahu akhir as-salati kama marra. Chunki bu sajda sahvininki o'rni namozning eng oxiritda deydi. Hozir bu yerda shu lahiqni muqim musafirga iqtido qilgan holat deb izohlabdi. Muqim musafirga iqtido qildi. Sonki musafir 2-rakatida sajda qildi. 2-rakatdan keyin tashahhudda. Bu ishni tugatdi. Sonki bu xuddi masalan musafirning 2-rakati xuddi 3-4-rakatda bunda hisoblab aniqlanadi. Hozir bu 3-4-rakatga yugurganda ondan 1-2-rakatni qazo qildigandek. Yoki bunda desak bo'ldi. 1-2-rakat imom bilan buni o'qidi. 1-2-rakatni o'qib bo'ldi. 3-4-rakat qoldi. Undan keyin imom bilan o'qigan chaqda, sajda qilgan chaqda buning nisbatan namozning oxiri emasdi bu. Namozning o'ttiritdi. Sajdaning o'rni namozning oxiritda. Xuddi bu namozning o'ttirda sajda qilib qo'ygan. Undan bu hisob emas. Siz sajdani oxirida qilasiz. Undan keyin oxirida bir qadam sajda qilish lozim. Bunda desak to'g'ri chiqadi. Nima uchun? Ya'ni bu mazhabda imom bilan birga o'qigan namoz, ash imomning namozi nechinchi rakat bo'lsa, jamoatning 3-rakat bo'ldi. Balki imom 1-2-rakatni o'qidi, keyingi kishi 1-2-rakatni o'qigan hisobda. Endi yerda li'annahu yaqdi awwala salati degan gap shu mujmal qilib qo'ydi. Li'annahu yukammil ar-rak'at al-baqiya deymiz endi. To'liqlab bulab, bundan keyin 3-4-rakatni o'qib bo'lgandan keyin sajda qiladi. Shu chaqda andina sajdaning o'rni endi keldi deymiz. imomdan bir o'qib kelib, 3-rakatni tarixni eshitib qolgan, 4-rakat o'qigan, 1-rakat yozishni yapgan. Alloh ashum loyiq bo'lib. Bu muloyiq, ashum tushdi. Lekin aslida muhim musafirning keyin o'qigan muqomadan mas'ullarga o'xshaydi.
Okul kişi imam olan mı? Yo'q, bu yerda wal muqimu khalfal musafir hukmuhu hukmul masbuq fi sajdatay sahw. Unda o'g'il ekan, bizning yuqoridagi loyiha deganimiz kim bo'ldi ekan? Tarsun ketgan, uxlab qolgan kishi. Nima tarsun ketgan, uxlab qolgan kishi boshdan imom bilan birga qatnashgan. Oraliqda tarsun ketgan, uxlab qolganda bir harakat tashlab qoldi. Tashlab qolgandan keyin namozning oxirida, imomning namozning oxirida mesela 4-rekatda deydi. 4-rekatda bu imom salom berib sajda qilgan chaqda bu billah sajda qildi. Buning shu 4-rekatda shu. Hozir bu turib burun o'qimay qolgan 3-rekatni to'liqlab o'qidi. Annahu yaqdi avval salati degan gap o'sha ekan. O'qimay qolgan namozni 5-raka, ya'ni 4-rekatning oldidagi rekatlarning birasini o'qitdi deydi. Shundan keyin bu o'ttirdim qilgan bo'ldi deydi. Aslida o'ttirdim qilgan bo'lmas kerak. U burunqini qazo qilsa, unda bo'lmaydi u. Garchi ko'rinishda shunday bo'lsa-mu, imomlar o'qigan 4-rekat 4-rekat hisoblanadi. Unda hozir sizlar lahiq deganni o'sha Nafiy kitoblarida izlab qo'ying. Lahiq degan zoti qanday odam deymiz? Uyqu yoki ta'sir etish sababidan namozning oraliqda bir harakat tashlab qolgan kishi bo'lishi kerak. Undan keyin uxlab qolgan chaqda yoki tarsun ketgan chaqda o'qiyolmagan ilgari rakatlarni to'liqlab o'qib, undan keyin sajda qilib, undan keyin oxirgi tashahhud o'qib bo'lgandan keyin andin sajda qiladi. Wal muqimu khalfal musafiri hukmuhu hukmul masbuq fi sajdatay sahw. Muqim musafirning keyin namoz o'qigan bo'lsa, masbuqning hukmida, ya'ni yasjudu ma'al imam lil muvafaqa. Undan keyin o'zi qilib 3-4-rekatni o'qigan chaqda tavalliq qilsa, sajda qildi bo'lmas qilmaydi. قال ومن سهى عن القعدة الأولى ثم تذكر وهو إلى القعود أقرب عاد وتشهد. ishkirga o'qib tashahhud o'tamaylan o'rnidan qo'pishga tanshilibdi. وهو إلى القعود أقرب. Lekin tashahhuddan joyda esikilib yo boshqa tadbiradimi? Shunda qo'pay deb turgan holatda ahvoli qaraymiz deydi. Agar o'tirish yaqin holatda bo'lsa, qaytib oladi. Agar o'rtirishga yaqin asal qo'pab bo'lgan bo'lsa, yo yaqin holatda bo'lib qolsa, qo'pab ketadi deydi. Nimada huwa ila al-qud aqrabu aada wa tashahhad, lianna ma yaqrubu min ash-shay ya'khudhu hukmahu wa la yasjudu lis-sahw. Qachon o'tirib olsa, saysa qilmaydi. Yani o'tirishdan yutkilmaganda hisobda. Huwa sahih. Huwa sahih, yana bimazat qarash bir necha qarash bo'lsa, mush qarash sayil ka'annahu lam yaqum. Wa in kana lil-qiyam aqraba lam ya'ud. Qo'pab bo'lgan bo'lsa, ya qo'pab bo'lgan holatga yaqin bo'lib qolgan bo'lsa, qayta o'tirib yurmaydi. Li'annahu kal-qa'im. Chunki bu qo'pab bo'lgan kishiga o'xshash. Shu ba'zilar masalan 3-rekatga shunda o'tamaylan qo'pab ketib qolsa, tasbih aytadi, subhanalloh deydi. Qo'pab bo'lgan bo'lsa, qaytmaydi. Qaytmasa subhanalloh, subhanalloh davrdi. Esi qo'pab bo'lgandan keyin qaytmay o'qsam bo'ldi deb imom bilgachga qaytib o'tamagan. Va yasjudu lis-sahv. Albatta tashahhud o'tamagan ekan, saholik sajda qiladi. Litarkil vojib. Va li'annahu sallallohu alayhi vasallam fa'ala kadhalik. Qala va in saha an al-qa'dati al-akhirati faqama. Oxirgi o'tirish namda ma baytamse bir 2-rekatdan keyingi o'tirishda ma o 4-rekatdan keyingi o'tirish desak, shuni o'tamaylam qo'yib ketib qolsa 5-rekatda turib ketdi deydi. Adam alam masjid 5-rekat ichida sajdaga bormagan bo'lsa, qachida qaytib o'tirib bilan sajda qilvasi bo'ldi. Lima rawayna annahu sallallohu alayhi vasallam qama ila al-khamisati fasubbiha bihi fa'ada. ولأنه قد بقي عليه ركن وهو القاعدة الأخيرة. Çünkü onun hazır qildiği faqat bir rukun qoldi dedi. Bir farz qoldi dedi. وهو القاعدة الأخيرة. Oxirgi o'tirishni qilmay qolgan. Fayaudu liyati bihi fi mahalli. Undan keyin g'ash qaytib bilan joyida ado qilinish uchun o'tirib oladi. Liyutimma fardahu. Farz namozni tamomlash uchun va sajada lis-sahwi lima bayyana. Bu masalada ijmo ma'lumot. Mujnada bo'lib qolsa qachida sajda qilmagan bo'lsa 5-rekatda qaytib bilan o'tirib sajda qilvasi bo'ldi dedi. Qala fa in sajada damma ilayha sadisatan wa sarat nafla. Yani 5-rekat turib bo'lgandan keyin
secdege borgan bo'lsa, yani bir rekat hozir to'liq o'qib bo'lgandek. Bu chaqdan 5-rekatni o'qib bo'lgan hisobda, buniga yana bir rekatni qatib 6 rekat qilib o'tib, mana misadat. 6 rekat qilib o'tib, vasarat nafla. 6 rekatning hammasini naflga olib kirdi. Farzni qayta o'qish lozim. Yani 2 rekat, ortiq 2 rekatmi? 4 rekat farzmi? Hammasi naflga olib ketdi. Ya, endi hozir niyatiga qarab nima qilmizga ma'lumot chiqib qoladi sizga o'xshash. Ba'zilar Alma Hanifi mazhabdagi mushu mazhabga vakillik qilgan qarashda naflga olib ketdi deb turoldi. Farz bika olib ketdi, ha? Ham buning sababini endi bayon qilyapman. Li'annahu intaqala ila an-nafl bis-sajda. Chunki bu secdege shunda bosh qo'yib nuqlish bir rekatni ortiq o'qishlar hozir naflga o'tkazib ketdimi? Farzdan naflga o'tkazdi bu. Lianna rak'ata bi sajdatin wahidatin salatun. Mana bir secda bilan bir ruku qilishmi? Bu bir namoz hisoblanadi, yani bir rekatdek hisoblanadi. Irka'u va sujud, ha? Ruku sujudning asli shu rukun desak, ikkinchi secda rukun bo'lmasi mumkin. Va min darurati dalik, yani bir rekatni biz nafl hisoblasak, farzdan naflga o'tkazdi desak, degili bo'ldi. Yani unda bo'lsa nim bo'lib chiqdi desa, xurujuhu min al-fard. Farzdan chiqayotgan bo'ldi bo'z. Tabiiy holatda farzdan chiqib qolgan bo'ldi. Faqat kharaja. Nonga farzdan chiqayaptimi? Va baqi alayhi ruknun. Yani farzdan chiqayotgan chaqda, farz namozningki rukundan birisi qolib qolgan. U bo'lsa al-qa'datul akhira. Fabatala farduhu. Nonki bu hozir ash rukunni ado qilmay farzdan sirtiga chiqayotgan ekan, u farzi to'liqlanmagan ekan, farz bekor bo'lib ketdi deymiz. Fayadumma ilayha sadza. Qanday qilamiz endi bu shunda holat duch keldi desa, yana bir rekatni qatib 6 rekat qillar ekan. 6 rekat qilsak, 6 rekat hammasi naflga kiradi. Nima uchun sen 5 rekat deyil desak, 5 rekat bilan nafl o'qish yo'q-da. Shuni 6 rekat qilib o'tamiz. Va qala Muhammad batalat salatu aslan binaan ala aslan mana. Bayatni shayx degandek tigidan bekor bo'lib ketdi bu deydi. Yani bu naflga o'tkazish yo'qmi, shu 5 rekatning hammasi bekor bo'ldi deydi. Va huwa annahu mata batalatul fardiyatu batala aslu salati indahu. Yani Imom Muhammadning asl bir qoidasi, namoz tigidan bekor bo'lib qolsa, bu naflga yaramaydigan bir narsa bo'lib ketadi. Deydigan qoidasi bo'lg'achqa nima uchun unda qoida qilib oldingiz desa, li'anna tahrimata uqidat lil fard. Alloh barda quloq qilgan chaqda shu niyat nimitda farzga niyat qilgan. Fayabtulu bi butlanihi. Nonikan ash tahrima bekor bo'lib ketdimi? Bekor bo'lib ketgan ekan, u namozmi bekor bo'lib ketdi tigidin. Va indahuma shaykhan namoz farzligi bekor bo'lib ketib qolgan taqdirda hech bo'lmasa naflga yaraydi bu dedi. La yabtul aslu salat. Namoz tigidin bekor bo'lib ketmaydi. Lianna butlan al-wasf la yujibu butlan al-asl. Chunki buning sifati o'zgarib ketib qolsa, shunda o'zgarib ketib qolsa, bu tigidin asli u narsa bekor. Masalan, biz pullar bo'lmoqchi namoz. To'yga pullar etildab niyat qildik, shuni tutish qildik. Namoz keyin birodan ko'rishini qo'yib qilib, bu sheyliga alışkasından tökeden doğak. Şöyle olsun meyle bu tamam lekin pullardan şöyle o'zgarib ketib qoldi. Meyle deymizdi. Undan keyin nafla bo'ldan pullar bo'lmasin şöyle bo'libdi deb. Li'anna tahrimata uqidat li salatin hiya farz. Chunki bu quloq qiqish aslida farzga quloq qilgan, lekin misalan namoz niyat qilish bor. Shu niyat bor edi. Farzlik sifat sal o'zgarib dabliga aylanib ketgan bo'lsa-mu, shu namoz degan bir sifat. Ya'ni tamoq yeyish, tamoq ekilish mehmonning oldi degandek bir nima bo'lgan uchun. Ikki namozni 3-rekatga qo'yib ketib qolib, shunga sajda qilib bo'lgan bo'lsa, 4-rekatni qo'ydi, 4-rekat nafl bo'lib ketdi. 5-ga 4-rekatga farz kelishgan bo'lmaydi. Hozir shunday hisoblaydigan o'rinlar keldi, sajda qilmagan taqdirda. قال وإن قعد في الرابعة قدر التشهد ثم قام عاد وسلم. من 4 rekatda tashahhudni o'qimabdi. Tashahhud o'qimabdi, lekin qadr tashahhud o'tiribdi. O'tirishni o'tiribdi deydi.
Summa qama aada. Qo'yib ketib qolgan bo'lsa qachon qaytib o'tirib oladi deydi. O'tiriblar va salom bersa tushdi. Liyanahu baqi alayhisalom. Chunki uningga salom berishdan qolib qolgan. Va ma duna rak'ati bi mahall ar-rafd fay'ud. Bir rak'atdan tuvan bo'lib qolsa, uni g'achida rad qiliblar, asqilmoqchi bo'lgan ish qaytwas bo'libdi. Bir rak'at bo'lib qolsam-da uni yo'q chiqarib bo'lmaydi deb, ya'ni bizga xatoda dedi. Lekin bir rak'at az bo'lib qolsa, uni rad qilsin bo'ldi. Va in sajada, endi 5-sida sajda qilib qolsa, ma'va Bayatan bir masala Xudodan sho'g'irishning misoli bu tashahhudda faqat o'tamagan misol. Shunami? Bu yerda tashahhud o'tadi. Tashahhudda o'tirib, lekin tashahhud o'qimasimi 5-rakat qo'yib ketib, sajdaga boradi hozir. Sajdaga borgan bo'lsa-mu, bu chaqdamda bu nafliga aylanib ketadi demak ekanmiz. 4 rakat farzga hisob, chunki qa'da qadra tashahhud. Shunami? Çünkü hadiste "İza qulta hada ve fa'altahu" yani qa'adta qadra tashahhud faqat tammat salatuka degan bo'g'achqa namoz tamom bo'lgan hisobda. Bundan keyin 5-rakatni o'qidik. 4 rakat farzga hisob qilib ketdi, farz tugadi. 5-rakat bir namoz bor. Buni qanday qilamiz? 6-rakatni qatib o'qib unga qaydum ilayha rak'atan sadisatan va yasjudu lis-sahwi demak. 6-rakatni qatib o'qib savalik sajda qiladi. Var rak'atani lahu nafila. Bundan keyin 4 rakat farz hisob, 2 rakat nafl bo'ldi. Li'annahu sahha shuru'uhu fi an-nafl ba'da itmam al-fard. Chunki bu farzni o'tirish bilan tashahhud o'qimasimi, o'tirish bilan farz tamom bo'lgan bo'ldi, hadisga asosan. Ondan farz tamom bo'lgandan keyin bu 5-rakat tug'an chaqda nafliga tug'andek bo'ldi. Fayadum ilayhi sadisa lin-nahy 'anil butayra. Yalnız bir rakat namoz o'qishdan to'sqan hadislar bo'lg'achqa 6-rakatni qatib o'qib, 2 rakatni nafliga o'zgartirdi. Bo'lmaydi deb. Nima uchun esa yalnız taq bir rakat nafl o'qishdan to'sqan hadislar bo'lg'achqa 2 rakat qildi. Bu hozir o'tgan bergan topshiriqcha chiqmadi. Vitrdan boshqa ixtiyoriy naflni 1 rakat, masalan kunduzda masalan, ya kechida bir rakat men vitrdan boshqa 1 rakat nafl o'qsam bo'lamdi deb qolsa, hukmi nima degan? Ya hozir 1 rakat tamomlangan bo'lsa, qaytardi dedi. Vaqat baqiya alayhi assalamu. Hozir buning faqat salom berishdan qolgandi. Arkanimiz to'liqlab qo'ygan. Yani farz namozda salom berishdan qolib qolgan. Vaqad akharahu an mahallihi. Unda salom berishni 2 rakat naflni o'qiyotganlikka ondan kechiktirib salom berdi-ku. Undan keyin sajda qildi dedi. Uni bu yerda aslida sunnatni o'rnidan kechiktirishdan sajda vojib bo'ldi degan qilmadi shu baytni. Bunda chiqmadi-ku. Shu yerda sajda vojib bo'ldi degan gap bir tekshirib ko'rish lozim. قال ومن شك فلم يدرك مصلى وهو أول ما عرض له استقبل. Odatda hech qanday shak kelib qolmaydigan odamga. Lekin tunjolab yoki nodir ahvollarda shunday bir yo'liq qoldi bunga. Namozdan shak bo'lib qoldi. Necha rakat o'qidim, bilmay qoldim. Bunday holda namozni bekor qilib o'tib, yavash-yavash quloq qoqib, yana o'qiydi. Istaqbal. Fa in kana ya'ridu lahu ash-shakku kathiran, domliq bunda vasvasada turadigan odam bo'lib qolsa, endi shayton namoz o'qigan chog'da vasvasa soldi-ku. Domliq vasvasaga duch keladigan odam bo'lib qolsa, bana ala g'olib dhanni. Bunda o'ylab faqat men shirkat o'qigandima deb to'nsal xotirjam bo'lgan san bo'yicha ish tutdi. Fa illam yakun lahu dhannun, hech qanday bir narsa o'ylamabdi, nazarga faqat qolmay hech qanday taraf mayl bo'lmay bunda turib qolgan bo'lsa, bana alal aqal, eng aqalli san bo'yicha ish tutdi. 2 rakat bu shirkat deb qolsa 2 rakat, 1 rakat bu 2 rakat deb qolsa 1 rakat. Vaqad ruya an nabiy sallallohu alayhi vasallam fi dalika akhbarun mukhtalifa. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mushunda kishi haqida o'xshamagan hadislar kelib qolgan. Va ruya anhu sallallohu alayhi vasallam annahu qala, masalan bir misoli إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري أثلاثا صلى أم أربعا وذلك أول ما سهى استقبل. Burununda şek qolmabdikan. Tunjola bunda bir shakka duch kelib qolgan kishi ko'ngli xotirjam qiliblar
o'qigan namozni bekor qilib namozdan chiqib yengidan quloqqa boshdan o'qiydi. Va annahu nassun fil mas'alatil ula. Hay bizningki degan shu avval ma arada lahu istaqbal degan davoyimizda aniq dalil, ehtimollik yo'q dalil edi. Nas degan ehtimollik yo'q dalil degan. Oyat va hadislarning dalolatining darajasi. Qolgan so'zlar bilan Shu istaqbalda mushadisda debdim. Çünkü şakıp kaldı yani. Bazı ulamalar da turaldığı şekil ibadet olmaydı der. Şekil ibadet olmaydı der. Mesela ihtiyar peşin dese bu peşin bular mı? Ya cüme bular mı? Bulmaz mı da bu şakıp kalıp biz ihtiyar peşin okuyamaz. Şekil ibadet olmaydı dedi. Devam diken peşin okuyasaydı. Şekil ibadet olmaydı deptim yani. Mana ve ennehu nassun fil meseletullah. Nas diyen dikkat etsen var. Ayet hadisini nas deyip koy. Meyada hazır nas diyen gap ayet hadisinin dalalatının derecesi 100%, 5% ihtimallık yok diye. Meselini kesinlikle değil. İn qana iza şekka ahadukum fi salatihi felem yadri atalasan salla am arba'an ve zalika awwal ma sa istaqbala dedim. Dal şu meseleden geldi. Uyan bu yan tolğulu bulmaydı onu. Awwal ma sahariyan yuzullar yani awwal şekkin ta'arrada lahu diyeman. Ya. Yani müşaddis nas dedi, lekin marfu holat kelgani aciz, mavquf holat kelgani sahih. Yoki mavquf holat kelgan marfu emas. Yani bu bir holat deydi. Wa rawa ibn Mas'ud radhiyallohu anhu sallallohu alayhi vasallam at-tahri 'inda shak. Endi shak qilgan chaqda da o'ylanib bakib, tekshirib bakib, shu bo'yicha nuqison degan hadislarni kelgan deydi. Bu muttafaqun alayh. Ve idza shakka ahadukum fi salatihi falyataharra as-sawaba falyutim alayhi thumma yusallim thumma yasjud sajdatayn. Fahamalnahu ala kathrat shak. Birinchi rivoyatni biz davasasi kam mana tinjolabda kelib qolsa, yana quloqqa o'qisa degan ma'noda tushundik. Ma hadisni davomli qashvasi shu duch kelib qolgan kishi haqida tushundik. Yana bir hadisda Waraw ibn Auf Abdurrahman ibn Auf والخدري أبو سعيد الخدري رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم البناء على اليقين. Yani bir hadiste en keskin boğan miktarını hesaplayıp durup devamını okusun diyendek rivayetli kelgan. فَلْيُلْقِ الشَّكْ وَلْيَبْنَ عَلَى الْيَقِينِ diyendek. El-yaqin qasidda en az oğunu. İşkirkatın şirkatın ise işkirkat yaqin. Birikatın işkirkatın ise birikat yaqin. فَحَمَلْنَاهُ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ رَأْيٌ. Daha geç kanda bir tarafın tercih kılmayan ahvalda müşahediske asasen amel kılmaz dedik. Amelen bin nusus küllaha. Aş hadislerin hemmi tam amel kılmaz deyip hemmini bir haletke qarattık deydi. ثُمَّ إِذَا بَنَا ثُمَّ إِذَا بَنَا diyen اِذَا بَنَا عَلَى الْأَقَلِّ الْمُتَيَقِّنِ en az degan miqdorda hisoblab turib, oyog'ini davomlashtirib o'qimoqchi bo'lsa, yaqudu fi kulli mawdi'in yuhtamalu an yakuna akhirat salat. Namozning oxiri bo'lib qilish ehtimoli bor, har bir o'rinda o'tirdi. 2 rakat o'qidikmi? 3 rakat deb shak qildik-ku. Shaqida 2 rakat hisoblab o'qidikmi? 3-chi rakatni o'qisak, 3-chi rakat bu aslida 3 rakat o'qib bo'lgan bo'lsak, va 4-chi rakat o'qigan ekan, oxiri salat hisobi bo'ldimi? 3-chi rakat bo'lsa bir o'tirdi. Mesela şu. Niyada şunda daptı. Arruzan an tarki fardul qada. O'tirish farzini tashlab qo'yishdan saqlanish uchun dedi. Lekin hadisda yabna alal yaqin degan bo'lg'achqa, yabna alal yaqin keskin biz o'qigan shu deb hisoblashga ruxsat qilingan bo'lg'achqa, u har qatimda bizni o'tirib ma'musaq bo'ldi. O'tag'ini tajovuz o'qish kerak deydi. Bu Hanifi mazhabining qarashi. Şekillerini kılıçtım, yolumuz olsun başkanımızdan eğer imamlar kalkışlardı. Kendi mesela okullar vardı, okullar bir şey kulak kalsın yine. Aşırı son öğrendi ya, mesela o imam burundun, ezelde ben bir şey kulağında kayıt okuyunuz der. Peki kendi cemaat ya doğru okuduk bizde meselesi. Ya cemaatinki tenbih ile mağdur. Çünkü bu hazır ukanmaya kaldı o. Ukanmaya kalırken cemaatinki tenbih verişi bunun doğru hatalar ayrı durduğun bir belge. Vaqtda shak ko'tarilib ketdi. Cemaatninki tanbih bilan shak ko'tarilib ketdi.
والله أعلم بالصواب. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.